Joyner kanali ham 200 obunachiga erishibdi. Tez orada 1000 obunachi bo'lsa kerak. Voy, barchangizlar ko'paysa bilaman Joyner. Bo'lib, bugun video sizlar bilan maza qilib Minecraft o'zimizning qishloqda yana qanaqadir sarguzashtlar bo'lsa qilamiz. Bolalar menga shu joyda pauza bo'ladi. Sababi sizlar YouTube kanalimizga obuna bo'lmayapsizlar. Nimaga obuna bo'lmayapsizlar? Axir kanalimizda yaxshidan yaxshi kontentlar chiqyapti. Iltimos obunachilar, bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va biz juda ham tez 1 obunachiga erishishimizga hissa qo'shgan bo'lasizlar. Endi esa videoni davom ettiramiz. Hacker ham kelaman deganda, hacker bilan Pro bilan urushib qolgan, nimadir bo'lgan. Shuning uchun bilan kelib bir bola uy quramiz, nimadir quramiz deb yotishdi. Bilmadim endi. Video boshlashdan do'stlar kanalimizga obuna bo'lib bosib qo'yilishni unutmanglar va biz boshladik. Hop, ekinlarni olib olamiz. Bo'lmasam nima bu? Yo'q, do'stlar, bular uy qurib ketibdi. Masalaga yetganim bor-ku. Mana o'sha Pro va hackerning uyi, bilmayman bular. Tepaga uy qurgan, baland, uzun bo'lganda shunda. To'g'ri. Ekinlarni bo'lmasa aka, o'zib turing, keza bir olaman. Endi Pro hackerning uyidan ko'rib chiqaylik. Albatta, qaysi uy sizlarga yoqqan bo'lsa, yoqsa kommentariy yozib ketishni unutmanglar va men albatta keyingi videoning boshida eng yaxshi kommentariyani egasini chiqaraman. Xo'p, qalaysan? Qalaysan Joyner, yaxshimisan? Ha, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Mana shu ikkalasiman bellashuvga chaqiruvdi, uy quruvdik. Ha, bo'lmasa uyingni ko'rsam bo'ladimi? Ha, bemalol ko'raver. Savollar bormi? Albatta, faqat qiyinchilik ichida har xil tuzoqlari ham bor. Bo'ldi, bo'lmasam o'zib tashlayman. Men bilasizlar do'stlar, bu kirishimiz bilan o'sha parkur, o'sha emas, boshqachalar parkur kutib oldi. Oppa, biz boshlaymiz demak. Yo'q. Davom ettiramiz va mana bu kesaklaymiz va botga o'g'ay tushib ketdim. Necha bular parkurlar menga uchun oson. Agar men nobodoga bittadan mashqlarni o'tmayasam, demak sizlar like bosmagan bo'lasizlar va sizlar like bosibsizlar. Rahmat obunachilar, obuna ham bo'lib qo'yinglar. Xo'p, bu yerda nima qilishim kerak? Buni orqasida narsa bormi? Oppa bo'lmadi. Demak biz eshik bilan chiqishimiz kerak. Men tushundim. Oppa. Va juda ham tez bo'lib yetib keldik bu yerga. Bilmayman nima tez kelganmiz va bu yerda qandaydir yashik turibdi. Xo'p, bolalar, nimada bo'laysizlar? Biz uchun juda ham zo'r sovg'a qo'ygan ekan. Bilmayman, tabiatga qarasak, tabiat juda ham zo'r, faqat chang pastlik qilyapti bizda. Chang sal ko'tarib olamiz. Mana endi bemalol o'zimizdan uy o'g'ana. O'sha meni uyim bo'ladi, bolalar. Ko'rsak bo'ladi. Xo'p, sandiqda dab-dara narsalar bor ekan. Mayli, xafa bo'lmasin, olib qo'yamiz. Xafa bo'lsa tamom bo'ladi-da. Sal chang tushirib olamiz. Va bo'ldi. Maktab sakrasak bo'ladi. Biz pro igrokmiz. Shuning uchun sakrab tura qolishdan deymiz. Yo'q, bana urod desanglar bo'ladi. Bemalol mana tushdik. Va juda ham yaxshi sovg'alaring bor ekan. Mana bu sovg'alar senga. Junior, nimaga yonimga qo'yib tashlading? Endi boshqa nima qilay? Shunaqa ham narsa beradimi? Sarflamay bersa mayli. Balg'ib ketadi obunachilar. Va pro qilaysan. Junior qilaysan. Yaxshi. Sen videoyingni ham ko'rish navbat keldiki, hackernikiga o'tamiz. Kirsam bo'ladimi? Ha, kirsang bo'ladi. Faqat tuzoqlardan ehtiyot bo'lasan. Okey. Nima buniki ham oson bo'lsa kerak. Xo'p, bu yerda sandiq va ikkita narsa turibdi. Xo'p, bu yerda endi atrof birinchi ko'rib olishimiz kerak. Xo'p, bu yerdan chiqib bo'ladimi? Bu yerdan chiqishning iloji yo'q. Nomam sandiqda bu va bu berilgan. Bu narsa esingizlardan bolalar, sizlar ya'ni kichkina qilib qo'yadigan narsa bu. Tushundim, buni deydi joy bor ekan. Demak, buni tagiga kirishim kerak. Oppa, mana bolalar, biz kichkinagina Joyner chaqib qoldik. Hop, kirdim. Bundan tepaga chiqishim kerak. Endi qanday chiqaman? Yurib kelib sakrayman. Oppa. Tushib kettirmadim. Demak, shu bilan sakrayman. Tushundim. Oppa. Mana sig'arkan bolalar. Qoravoy bo'lib qoldik. Chiqdim. Oppa.
endi uyog'i katta bo'lishim kerak. Sababi bo'lmasam g'alati bo'lib qoladi video ham. Keyin parkurdan ham o'ta olmayman. Xo'p, opa demak parkurga keldik. Opa, u yerda parkurdan tushib ketsak tamom bo'lamiz. Shuning uchun tushmasak kerak. Demak, buni ichiga yana kichkina bo'lib o'tib katta bo'lishim kerak. Xo'p. Opa. Demak, tushib ketadi tez yugurib deb o'ylabdi. Yaxshi edi. Mana bu ideya vashi ideal ideya ekan. Opa. Bu nima desanglar, bu yangicha anaqa chiqadigani bor-ku, zinapoya. Opa mana. Buni eskichasi ham qo'yilib ketdi, unga nimaga ikki xil qilib qo'yishdi fikrni. Tushunarsiz. Bu yerda qandaydir xatolik bo'lyaptimi shunda? Opa. Bilmadim. Mana bu narsa xalal beryaptimi? Sindirib tashlaymiz. Sindiramiz. Короче, bo'laman qaytib chiqib oldim. Prodan so'rasam, Pro mana shunda xatolik qilganman dedi. Ikki xil qo'yish mumkin emas. Va bu yerda sovg'a turibdi. Bu bo'laman mana ish boshi durva. Qishloq. Mana uyim mana ko'rinadi. Mana oq bo'lib qo'yaman. Mana ana oq. Mana ashira kerak. Xo'p, kirib nima bor ekan? Mayo shuncha boyligi. Yo'q, hammasini olamizmi bolalar? Davay olaveramiz. Mana almozlardan olib tashlaymiz. Olamiz. Buni ham olamiz, buni ham. Bo'ldi, yetarli bolalar. Juda ham ko'p narsa bor deymiz. Chunki hakini ham joy qilish kerak. Bu yerdan sakrasam to'g'ri katta qalamga ketib qolar ekanman. Shuning uchun men bundan tushiraman. Xo'p, bu yerdan sakrasamchi bo'ladimi? Men uni ustiga sakrasam? Opa mana. Pro juda ham zo'r ekan, anaqa uying dahshat chiroyli ekan. Bo'lmasa ham bo'pti, menga ket. To'xta. Nima? Qara, menga boylarni 50% ber. Menga berding-ku. Yo'q, sen buni mehnat qilib topmading. Parkur ham oson edi. Mayli bo'lmasa, 50%. Mayli. Mana, qo'lam. Yana bir stak ber. Bo'ldimi? Bo'ldi. Ketaver. Pro'yam juda xassislashib ketdimi? Nimaga xassislashib ketdi? Bilmayman. Mana narsa ham bizga kerak emas bu yerda. Hacker qilasan. Iljonar qilasan. Yaxshi. Sana parkuring eshigini men ochib parkur debman, anaqini childing. Bilmayman, kimdir ochib qo'ygandir, o'zim ochgandirman. Eng zo'ri maliki bo'ladi baba. Saniki bo'lsa kerak, bilmadim endi. Men endi sen bilan endi ko'rishishim, faqatgina internetda yozgandik. Sen ham 200 obunachi bo'lsan, qayerdan bilding? Tentak, menda ham YouTube bor. O'quvchilar ko'rdinglarmi? Hacker ham bizani tabriklayapti. Agar bizda 500 obunachi bo'lsak, hakkerga juda ham zo'r prank qilamiz. Bo'lmasa hacker kiraver. Kiraver. Opa. Va bu yerda nima bug bo'lyaptimi? Lag bo'lib ketdimi nimagadir? Bo'ldi. Короче, bu yerda qanaqadir bir g'alati parkurmi? Nima bu? Nima bilan chiqib ketamanmi? Middan chiqarganman. Bo'ldi. Bu yerda faqat parkurmi shunda? Opa. Va anaqa jinnicha yana asab buzar. Voy, jinning ishini qildim. Yana qaytadan. Voy, nima bo'lyapti menga? Bitirib o'tib ketishim juda menga baraka topib kelyaptim deyman. Opa. Jon ketadigan qilib qo'ydi. Yaramas. Opa. Voy, lagovat bo'lyapti. Opa. Voy, tushib ketdim yana. Cringe, bolalar, nima tushib ketamanmi? Xo'p, bo'lmasa men mashhur ishda chiqib ketaman. Albatta sizlar kanalimga obuna bo'lib, bitta kommentariy yozib olinglar, zo'r gap. Bu videoda albatta sizlar kommentariylar chiqadi degan umiddaman. Aynan sizning kommentariyingiz ham chiqishi mumkin. Obunachim albatta siz stream bo'ldi keyin bolalar, kecha bizning kanalda, kecha emas, bugun yoki kecha bilmayman bu videoni qachon qo'yaman. Kecha ko'raman. Biratan. Opa, dabdalani ishini qildim. Sezdinglarmi? Yana qaytib kelyapman. Tentakka o'xshab. Mana eshik yopiq ekanda mana.
tentakni ishini qildim. Yo-mayo. Yo-mayo. Oppa. Yo'pa. Yoraman. Cringe bo'laman, mana shu o'tib kelmaydi. 2 hours later. Bolalar 1 soatdan beri mana shu o'tiribman va men bundan zo'r o'tib oldim va tepaga chiqib davom ettirsam ham bo'ladi. Oppa, demak buning parkuridan, challengedan o'tdim. Bu yer juda ham chiroyli ekan. Kuchli va zo'r. Oppa. Demak bu yerda oldin olingan, ya'ni bu yerdan bu yerga o'tib o'tish mumkin emas. Xo'p, bo'lmasa ham biz hakkerning sovg'asini olamiz. Yo-mayo bo'ldi. Buncha zo'r narsalar bergan bu hakker. Baba hakkerda bo'ldi. Mana nimaligini bilasizlarmi? Buni kesdi-da. Ko'rasizlarmi, endi biz uch olamiz hakkerga o'xshab. Hakker uch olamiz bilmayman, lekin hakkerda kreativ bor deb eshitganman. Xo'p, bu nima? Buni bitta otishim kerak. Oppa. Nima? Bucha. Oppa. Juda kuchli narsa o'xshatdi. Voy! Yo-mayo bo'la ko'rdinglarmi sizlar ham? Buncha kuchli orjoni menga nima berib qo'ydi bu hakker? Qo'bimizni hakkerga olishamiz. Hakker bergan sovg'alaring juda ham yoqdi. Yoqqan bo'lsa xursandman. Albatta sening uyingni ham inobatga olamiz va juda ham zo'r qilingan ekan. Ha. Ana qurollardan ehtiyot bo'lib foydalana. Albatta. O'zim hacker juda ham zo'r sovg'a berdi. Bo'ldi, endi biz 3 olamiz. Bilmayman, boyliklarni olib qo'ysam kerak. Kelinglar, davay nimadirda sinab qo'yamiz. Orujani. Nimada sinasa ekan? Bitta shitrat ko'ramiz. Voy, zaharlandi. Brat, ana otdi. Yashil tupurdi sizga. Tupurdi, nosiblaydi shuna. Yo-mayo, kuchli narsa ekan. Voy, jonim juda ham kam qoldi bo'ldi. Boshi kuchli urush ekan. Bitta bugun videolarga yoqqan bo'lsa, like bosib obuna qo'yinglar. Balki qaysi video yoqqanini sizlar kommentariy yozib qo'yishni unutmanglar. Biz bo'lmasam keyin video ko'chamiz. Sog' bo'lasizlar, ko'rgadi.